Xabaringiz bor, yoshlarning xorijiy tillarni chuqur o'rganishini yanada takomillashtirish hamda rag'batlantirish maqsadida mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti sovrini uchun xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovi o'tkazib kelinadi. Joriy yilgi tanlovning shahar va tuman bosqichlariga kuni kecha start berildi. Yangi O'zbekistonni erkin fikrlaydigan, yuksak intellektual salohiyatga ega yoshlar bunyod etadi. Bugun ularning dunyo standartlari talabi darajasida ta'lim-tarbiya olishi davlatimizning asosiy maqsadlaridan biriga aylangan. Ayniqsa, yoshlarimizning xorijiy tillarni chuqur o'rganishga bo'lgan qiziqishini tobora ortib borayotgani ularni xalqaro maydonda ham yuqori marralarni qo'lga kiritishiga zamin yaratmoqda. Ayni bu boradagi ishlar ko'lamini yanada kengaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti sovrini uchun xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovini o'tkazilayotgani ham muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Kuni kecha tanlovning birinchi, ya'ni tuman va shahar bosqichlariga start berildi. Samarqand shahridagi 64-umumiy o'rta ta'lim maktabida mazkur tanlovning Samarqand shahar bosqichi bo'lib o'tdi. Ma'lumot berilishicha, xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovida Samarqand viloyati bo'yicha 16 ta tuman va shaharlardan 7, 8, 9 sinf o'quvchilaridan 5 nafardan iborat jami 3200 nafar o'quvchi yoshlar ishtirok etishdi. Bir necha yildan buyon ushbu tanlov o'tkazib kelinayotgan bo'lsa, Samarqand viloyati ham ushbu tanlovda faol ishtirok etib kelmoqda. Mana o'tgan 2024-yilda Oqdaryo tumanidagi 45-umumta'lim maktabi jamoasi viloyat bosqichida g'olib bo'lib, Angliyaning London shahrida ta'lim sayohatida bo'lib qaytdi. Ushbu tanlovda pul mukofoti qo'yilganligi ham birinchi o'rinda o'quvchilarni bilimini rag'batlantirishga xizmat qilsa, bundan tashqari mana shu maktablarni, ingliz tili xonalarini, moddiy texnik bazasini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Tanlovni adolatli va shaffof o'tkazish uchun zarur choralar ko'rilib, o'qituvchilar va ota-onalar uchun jarayonlarni bevosita kuzatib borish imkoniyati yaratildi. Qizim Samarqand shahar 18-umumiy o'rta ta'lim maktabining 9-sinfida ta'lim oladi. Bugun qizimni Prezidentimiz tashabbuslari bilan o'tkazilayotgan xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanloviga olib kelganman. Tashkilotchilarga rahmat. Bu yerda hozir biz ota-onalar hammamiz o'tirib tanlov jarayonini onlayn kuzatib turibmiz. O'quvchilar uchun barcha o'quvchilarga sharoitlar yaxshi tashkillashtirilgan. Ya'ni rahmat aytmoqchiman Prezidentimizga, farzandlarimizga bo'layotgan e'tibor uchun. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Prezident sovrini uchun o'tkaziladigan xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovining tuman va shahar bosqichida g'oliblikni qo'lga kiritgan birinchi o'rin sohiblari 100 million so'm, ikkinchi o'rinni egallaganlar 75 million so'm, uchinchi o'rin sohiblari esa 50 million so'm miqdoridagi pul mablag'lari bilan mukofotlanadi. Bu kabi sa'y-harakatlar yoshlarni xorijiy tillarga o'qitish jarayonlarini takomillashtirish, talab yuqori bo'lgan chet tillarini mukammal o'zlashtirish uchun sharoitlarni kengaytirish, xorijiy tillarni o'qitish faoliyatini yanada rag'batlantirishga keng yo'l ochadi.